Checheniya yaqinqi zaman mustaqillik inqilobining rahbari Shahid Javhar Dodayev. Avtori Yasir Mahmud. Shahid Javhar Dodayev 1944-yilning dastlabki kunlari Checheniyaning Yalhu degan yezisida tug'ilgan. Hayotining dastlabki 13 yilini ruslar tarafidan tarixda misli ko'rilmagan darajada majburiy yo'sinda surgun qilingan. Ko'pinchisi hayot mamatlik yo'lining girvikiga kelib qolgan 500 ming nafar chechenlar bilan birlikda ayni vaqtdagi Sovet ittifoqining Qozog'iston sotsialistik jumhuriyatida o'tkazgan. Uni Alloh taolo bu surgunda keyincha tarixda mangu yashaydigan inqilobning yetakchisi bo'lsin, Allohning yo'lida vatanining mustaqillik yo'lida shahid bo'lsin deb saqlab qolgan ekan. Dodayev bolaligini Qozog'istonning Shimkent shahrida qattiq namratlik va ajarchilik qoplagan intayin nachar muhitda o'tkazgan. U onasining zerikmay tirikmay so'zlab beradigan Checheniya haqidagi hikoyalari bilan shu vaqtdagi Sovet ittifoqida butun o'y fikr va diniy qimmat qarashlarni bo'g'ib olgan zulmat ichidagi nur kabi ruhli musulmon bo'lib cho'ng bo'lgan. 1957-yili Chechen va ingushliklar yurtlariga qaytib kelgandan keyin u Checheniyaning Ingushiyadagi Kashlik maktabda o'qishni boshlagan va elektr kasbini o'rgangan. Andin Viloyat Kavkazdagi elektron kasbini o'qishga boshlab, 2-yili, ya'ni 1962-yili Havo armiya uchquchilik maktabiga o'tkilib, 1966-yili bu maktabni bitirgan. 1971-yili va 74-yillari Gagarin Havo armiya qurol-yarog' akademiyasida o'qigan. Andin A'lo xonim bilan uylangan. Dodayev Sovet armiyasi tarkibida Afg'oniston urushiga qatnashgan va armiyaning Baltiq Estoniya Jumhuriyatining poytaxti Tallinga markazlashgan strategiyalik bombardimonchi qismga boshliq bo'lgan. U shu vaqtlarda estoniyalik mustaqilchilarga oshkora hissdoshlik qilgan. Hatto o'zi boshchilik qilayotgan qismning bazasining oldida Estoniyaning bayrog'ini lapildatgan va Estoniyadagi begunohlarni bombardimon qilish buyrug'ini ijro qilishni "Men uylarni, yurt makonlarni qo'g'dayotgan begunohlarni nima deb bombardimon qilgudakman" deb rad qilgan. Shuningdan keyin buyruqqa bo'ysunmagan osiy general deb atalgan. Estoniya Dodayevni uningga kelgan Estoniya televiziyasi va parlamentini taqvitish qatorliq bir qancha buyruqlarni qasddan bilmasga silib, estoniyaliklarning tarafini olgan va Estoniyadagi havo qismini chekindirib ketib, Sovet armiyasiga iste'fo nomasini topshirib berganda obdalla to'ngan edi. Shu vaqtlardagi Checheniyadagi vaziyat jiddiylashayotgan edi. Chunki Yandarbayev va uning sabdoshlari Checheniyaning mustaqillik uchun inqilob tashkillayotdi. Dodayevning bo'lsa bu ishlardan xabari bor edi. U Yandarbayevning taklifi bilan 1990-yilning may oyida siyosat bilan shug'ullanish uchun Checheniyaning poytaxti G'arzunga kelib, chechenlarning Sovet ittifoqidan ayrim mustaqil jumhuriyat sifatida idora qilinish kerakligiga chaqiriq qiladigan berasmiy o'qituvchilarning ijroiya komitetining raisi bo'lib saylangan. 1991-yili oktyabrda Dodayev xalqaro nazoratchilar guruhi nazorat qilgan saylamga ovoz beruvchilarning 85%ning qo'llashi bilan Checheniya Ishkeriya Jumhuriyatining raisligiga saylangan va Jumhuriyatining Sovet ittifoqidan ayrilib mustaqil bo'lganligini jakarlagan. Dodayevning eng chong arzusi bo'lsa, butun Kavkaz xalqining birligini ishga oshirish edi. 1992-yili boshlangan Abxaziya urushida Kavkaz xalqining ittifoqligini qo'llash uchun Shamil Basayevning qo'mondonligi ostida o'zining jangchilarini avatgan. Moskva bo'lsa qattiq ansizlik ichida Kavkazda bo'layotgan bu ishlarni ko'zlayotdi. Shunga Dodayev rayondagi barcha xalqlarni Kavkaz davlatlarining bayrog'i ostida Rossiya va Sovet ittifoqidan qutulishga chaqiriq qildi. Rayondagi jang signallari yangrashga boshlaganda Dodayev Rossiya hukumati bilan suhbatlashishga kuchidi. Suhbat Checheniyaning hozirgi Tataristonga o'xshash Sovet ittifoqining hukmronligi ostidagi avtonomiya tuzumida qilishi bilan natijalandi. Lekin Sovet ittifoqi barliq takliflarni rad qildi va Dodayevni ko'zdan yo'qotmoqchi bo'ldi. Ular avval o'zlarining ichki qismdagi jasuslar orqali mustaqillik planini bitchit qilishga urindi, ammo maqsadiga yetolmadi. Chunki Dodayev va uning sabdoshlari yaqqan inqilob biltisi Checheniyani bulun puchqoqlari qadar qoplagan bo'lib, butun Kavkazni qoplashi faqat vaqt masalasi bo'lib qolgan edi. Bu mezgilda Rossiyaning tegi chirkas bo'lgan Adliya vaziri Kalmuk Yevra bir do'stiga xavfsizlik kengashimiz bu urushni boshlashni qaror qildi. Bunday qilmaymi amal yo'q edi. Chunki ular bu kichik urushdagi g'alabasining ichki qismidagi siyosiy vaziyatni qaytadan tangponglashtirdi deb qaraydi. Bu qarorga asosan Rossiya armiyasi Checheniyaga kirdi degandan keyin vazifasidan iste'fo berdi.
Dodayev Rossiyaning mudofaa ministri Pavel Gerachevga zo'rliq kuchi ishlatmaslikka qo'shilgandan 5 kundan keyin, ya'ni 11 dekabr Rossiya armiyasi Checheniyaga besib kirdi. Rus armiyasini yaxshi biladigan Dodayev ularni kutib oladi va ularning mangu izidan chiqmog'idek saboq berib qo'yish uchun Rossiyaga qarshi jihad e'lon qilib mundaq deydi: "G'alaba qildik degan so'zni qila olishinglar uchun butun dunyodagi chechenlarni o'ldirib yetishinglar kerak. Navoda biror checheniyalik qilib qolsa, avlod qoldirib sizlar bilan jang qiladi-da, biz yengib olamiz. Ularning bizni o'ldirishga, qo'g'lab yetishga, ustixonlarimizni tankinlari bilan ezib yetishga tamoman imkoniyati bor. Ammo ular bizning erkinlik va mustaqillik ruhimizni mangu yo'qotib yetolmaydi." Dodayev 1996-yili 21-aprel Checheniyaning janubidagi Gexchu yezisida Duma parlamentidagi bir parlament a'zosi bilan bo'lgan telefon aloqasi uzilib qolgandan keyin simsiz telegraf apparati ishlatayotganda Rossiyaning razvedka aeroplani tarafidan o'rni bayqalib qolib, lazer nurliq raketa bilan shahid qilinadi. Bu Allohning uni davomli shahid bo'lishini tilab qilgan duosini ijobat qilganligidandir. Albatta, u davomli shahid bo'lishni orzu qilib, shahid bo'lishni istayman. Chunki bu eng yuksak, eng yuqori martaba. Men vatanimning mustaqilligi, xalqimning erkinligi uchun ta nafsimdan qolgan qadar jangga hozir holatda turaman deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari uning shahid qilinganligini isbotlagan manbalarning tunjisi bo'lib, ular buning inqilobining va Checheniyadagi hamma ishning oxirlashadiganligidan darak beradiganligini aytgan. Biroq bu shahid o'z xalqiga haqiqatni mustamlika davlatlari mangu tegi yetib bo'lolmaydigan shaklda tushuntirib bergan. Shunga xalq o'z shahidlarining yo'lida mengishni davomlashtirgan. Ruslarga qarshi bu jang boshlangani 2 yil bo'lgan va bu kichik urush sababli 150 ming checheniyalik shahid bo'lgandan keyin ruslarni mag'lub qilgan. Shahid Javhar Dodayev haqiqiy rahbar bo'lib, hech qachon pul, mol, huquq, mansab ta'masida bo'lmagan. Vatanidan chiqib ketib, chet elda aramxo'da yashash uchun berilgan pul molni asla qabul qilmagan. U intayin kamtar edi. Jangdan burun bir muxbirning qo'shunida qanchalik general borligi haqida savolga u har bir checheniyalik bir general. Men faqat millionning ichidagi biri xolos deb javob bergan. U intayin jasur bo'lib, Checheniyaning mustaqilligini e'tirof qilib telegramma yo'llagan, Rossiyadan qo'rqib rad qilgan davlatlarga u sizlar bizni e'tirof qilmasanglar, bizmi sizlarni e'tirof qilmaymiz degan. Checheniya bu buyuk rahbarini asla unutmaydi. Checheniya mustaqillik urushida 300 mingdan ortiq shahid berdi. Minglagan chechenlar hali ham surgunda turibdi. Ular bu rahbarini hargiz unutmaydi. Checheniyaliklar hozirmi mustaqillik va erkinlik uchun kurash qilyapti. Agar bu jang nimishqa bunchavala uzun vaqtda to'xtamaydi deb so'rasanglar, mazkur shahidimizning tili bilan mundaq javob beramiz. Bir kun bo'lsa-mu shon sharifi bilan yashash, qul bo'lib 100 yil yashagandan ming a'la. Tarjimada bilim yor.